Assalomu alaykum hammaga. Bizaga benzinli Mirai Bodo keldi. Gulistondan keldi bu. Gulistondan. Buni aybi maytda pachinlik mana. Pachinliga bo'lmas yulinib pachinlik dabdala bo'libdi. Oldin ochamiz hozir. Keyin qanaqadir motorda shum bor. Bittami, balki bu bittami. Shularni ko'ramiz, xudo xolisa. Qo'llashni eshitibsizlar. Bor. Shuni xudo xolisa bartaraf etamiz. Qo'ldan kelgancha. Bunaqa motobloylar. Mana bunaqa rossiyskiy mototsikllar sotiladi. Nomeri kerak bo'lsa, mana shu nomerga telefon qilasizlar. Shu Minsk sotiladi. Motobloy, generatorlar, elektromobillarni benzinli qilib yoratdik. Nima texnika desanglar, hammasini remont. Bularni ham hammasi remontda, xudo xolisa. Nima gaplar aka-ukalar? Olib kelaverasizlar. Manzil Toshkent viloyati Piskent tumanida. Xohlasanglar bunaqa Mirailarni motorini remont qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, polniymi, korobkami, motorni o'zimi, maytdan ko'rasizlar. Mana maytdan 4 ta bolti bor. Mana bu bitta qotib turadi, bu bitta qotib turadi. Ana o'shadan bunaqa qilinadi. Yechib, shunda beraversanglar bo'laman. Gulishtni yechasizlar, 4 ta bolt yechib beraverasiz. Fasolka qilib beraverasiz deb o'ytaksizlar. Xohlasanglar BTS pochtadan beraveringlar, farqi yo'q. Sentrimizda BTS pochtalar bor. Manzilimiz Toshkent viloyati Piskent tumanida. Shunaqa gaplar aka-ukalar. Like, podpisatsiya bosib qo'yinglar. Endi buni ko'ramiz, buzamiz oldin rollarni, bog'larni hammasini cho'chib. Xudo xolisa akamizga cho'tka qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha. Xudo xolisa ochdik. Yog'i chiqishini qaranglar, ko'pirib. Yo'q qolmabdi. Motordan chiqqan yog' ahvolini qaranglar. 2 qoshiq chiqdi, 2 qoshiq. Tasavvur qilsang, bu motorda kamida 1 litr yog' tushishi kerak edi. Kamida bo'lmasa 1 litr oshiq tushadi. Mana bu sinib ketgan deb o'yladim. Yo'q, yechilib ketganmi? Yog' tugab qolibdi. Endi buni joyiga qaytarib yoqamizda, yog' quyib yurgizib ko'ramiz. Vilkani yetishtirdik. Pachinligini chiqarib oldik mana. Shunaqa gaplar akalar. Qo'ldan kelgancha bu yoqqa to'g'rilab beraveramiz. Endi bunaqa holatda yurib, agar ichiga vallarni bu narsalarni yig'ildirib qo'ygan bo'lmasa, shaq-shaqida. Agar yig'ildirib qo'ygan bo'lsa, motorni yechib olamiz bu yoqqa, polni chochib ko'ramiz. Lekin
Shu tegidagi jitcha o'sha 2 qoshiq 3 qoshiq yog' to'kildi, boshqa yog' yo'q. Shu yog' bilan yuribdi. Endi bilmadim u qanaqa yurgan, qancha yurgan. Endi shu 2-3 qoshiq qolguncha yog' qolguncha yurganda endi bu. Oqib ketganmi, moy yeganmi bu? Qaydan endi kim bilsin. Suychalari ham yo'q, qurum bosib ketibdi, toza bezim bo'lmagan. Qarab yurish kerak edi hamma mototsiklda yog'iga. Mototsikl emas, har qanday texnika, har qanday motori suvga, moyiga, davleniyasiga, qizishi, qizimasligiga qarab yurish kerak. Shopir degan odam, mana bu yerda o'tirgan odam qarab yurish kerak. Endi joyiga yig'amiz, moy quyamiz, zavodga tiqib ko'ramiz, shaqillash yo'q bo'lmasa motor polni ochiladi. Tepa krishkani ham ochib ko'ramiz, balki tepadan shaqillash joyi bormi? Men bu yechilib ketganmi deb o'yladim men bu narsa. Yechilmagan ekan. Xudo xolasa endi joyiga qo'yib yig'ib tashlaymiz. Xudo xolasa. Keyin boshqa joyini ko'ramiz, tepasini ko'ramiz moy quyib. Tutashini qaraylar. Motori pishgan ekanda. Shuncha shaqillab ketgan ekan. Uf. Hozir yo'q kelgani uchun moy yevordi hozir. Endi motorni ochamiz. Boshqa variant yo'q. Motor ochiladi. Xudo xolasa. Yog'ini ichib qo'ygan sababi ham shuda. Yo'q. Mana xudo xolasa zavodga qilib qo'ydik. Zavodga qilib qo'ydik. Xudo xolasa katta oborotda yurarmikin. Shunaqa gaplar kelib keladi. Xudo xolasa cho'tki qilib yurg'izib, bitta yuradigan qilib. Hozir bu apkatka. Nimaga apkatka? Buni egasi minib kelgan, endi minib ketadi. Mana shunaqa holatlarda miringlarni minib ketmasanglar, sudrab kelmasanglar, ortib kelinglar. Xohlasanglar mana bu orqa bortini olib tashlaylar, yengilroq bo'ladi. Mana shu bort ham ancha og'ir bo'ladi. Olib kelsanglar, minib ketadigan qilib yurg'izib beraman. Apkatkadan ham chiqarib beraman, mana shunaqa beramiz. Mana hozir bu apkatkadan pashti chiqib qoldi, egasi endi xudo xolasa. Bugun deyamiz, ertaga olib ketadilar xudo xolasa. Yomg'irni qor yog'vormasa, havolarimiz bulut bo'lib yotibdi. Shunaqa gaplar. Liboy joyini qilib beramiz aka-ukalar. Xohlasanglar uzoqdan mototsikl olib kela olmayman desanglar, mototsikl ramasi qoladigan bo'lsa, mana bu yerda ko'rasizlar, mana bu yerda bolti bor. U yerda ham shunaqa bolti bor. 4 ta bolt yechiladi. Mana bu yerda mana bu o'ziqsiz rezinkasi yechiladi. Mana bu kabllarni bilib o'ylar, qayerdan yechganinglar shu bulishtir yechasizlar. Mana shlankalarni yechasizlar. Shundoq mana shu motor o'zini
sug'urib olsanglar bo'ladi. Bu tarafdan kardan chiqarib olasizlar. Olasanglar razdatkani yechib olsanglar ham bo'ladi. Men bu ramasi bilan mana bu betda mana bu boltini yechib mana shu motor o'zini seli jo'natib olsanglar ham bo'ladi. BTS pochtadan jo'natsanglar ham bo'ladi. Yig'ib, terib, yurg'izib sizlarga jo'natib beraman. Yurg'izmasam ham, yig'ib turib jo'natib yuborsam ham olib borib qo'ysanglar yuraveradi, xudo xolasa. Neki hali yurmay qoldi, siz yiqqaningiz bo'lmay qoldi degan joyini bilmadim. Hali Xudoga shukr, ko'z tegmasin. Yig'ib hamma narsasini joy-joyiga normasiga qo'yib ishlatgandan keyin hammasi ishlayveradi, xudo xolasa. Shunaqa gaplar kelar. Benzinli, toklik, любой reylarni, benzinli reymi, motoblokmi, nima unaqa bo'lsa hammasini remont qilamiz. Tokli reylarni benzinli qilib bera olamiz, mana shunaqalar motorlarni qo'yib. Benzinlilaringizni tokli qilib bera olamiz, farqi yo'q. Любой unaqani texnikani remont qilamiz. Shunaqa gaplar kelar. Videomiz yoqqan bo'lsa like, podpisatsiya bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omon bo'linglar, tinch bo'linglar. Rahmat hammaga.